qon aylanishini yaxshilaydigan mashqlarni o'rgataman bugun. Bugun sizlar bilan Sabina Po'latova, yoga terapevt. Albatta birga bajaringlar. Birinchi tushuntirib o'tib ketaylik, nimalarga olib keladi qon aylanishi yomonlashgani. Qon yaxshi aylanmasa, ko'pincha mana shu o'zi beharakatlikdan bo'ladi. Qon quyiladi, shu o'zi qon tomirlar bilan problemalar boshlanadi. Mana shu o'sha davleniya oshishi, immunitet tushib ketishi, вообще o'zi полный organizm sekin-sekin buzilishni boshlaydi. Hamma ichki organlar qon bilan oziqlanmaydi. Bizani tanamizga yordam kerak, mashqlar kerak. Ayniqsa yoga mashqlari juda ham yaxshi qonni aylantirib beradi. Kimda xotira yomonlashgan, shuni ham bilinglar, shu qon yaxshi aylanmaganidan. Bugungi mashqlar xotirani ham yaxshilab beradi. Ayniqsa agar ertalab uyg'onganingizda qo'l oyoqlar sezuvchanligi yo'qolyapti, sekin-sekin bosh, men даже o'zim eslayman, o'zimni boshim o'ng tarafi anemiya chiqib qolardi, barmoqlarimni sezmay qolardim. Даже если o'sha yonboshda yotmagan bo'lsam ham, qo'lim ertalablar ishlamay qolardi. Bu hammasi umurtqadan va qon aylanishi yomonlashganidan. Kelinglar mashqlarni boshlaymiz. Turib olamiz. Birinchi mashq, oyoqlarni tos kengligida qo'yib olamiz. Ikkinchi, uchinchi barmoq to'g'riga qaraydi, tomonlar rovni orqaga qaraydi. Tepaga cho'zilamiz, qo'llarni ko'taramiz, nafas olamiz. Nafas chiqarganda pastga engashamiz. Agar oyoqlarning orqasi qattiq tortilsa, buklasa bo'ladi. Buklab bajarsa bo'ladi. Nafas oldik, nafas chiqardik. Buklab. Nafas olamiz tepada. Nafas chiqaramiz pastda. Nafas oldik. Nafas chiqardik. Bosh aylanib ketsa, любой payt to'xtab turib, shunda qo'limizni zamok qilib, bo'ynimizni cho'zib yuboramiz, sразу bosh aylanishi to'xtaydi. Atak bajaraveramiz. Qancha bajara olsak, shuncha yaxshi. 3 marta, 5 marta ham super. Muntazam bo'lsa, har kun bo'lsa zo'r. Nafas oldik. Bugun harakat qilamiz 10-15 marta bajarishga. Ozgina osilib turamiz. Bu yerda tizalarni buklab olib, tirsaklarni quchoqlab, ozgina boshimiz pastda bo'ladi. Bo'sh qo'yamiz o'zimiz o'ng tarafga, chap tarafga tebranish juda ham yoqadi tanaga. Tizalarni tekislaymiz, sekin turamiz. Bosh ko'p pastda qolganda reska turib olmaymiz, sekin turamiz. Oxirida yelkalar. Bosh. Agar bosh aylansa, yana tortib olsak bo'ladi. Keyingi mashqda oyoqlarni birga qo'yamiz. Katta barmoqlar bir-biriga tegib turibdi, tomonlar tegmasin. Tomonlar ozgina tegmay turadi. Такое, как будто oyog'imizni легкое косолапие qilyapmiz. Qo'llarni yerga qo'ydik, tos ko'tariladi. Tovonni qo'yamiz, tos ko'taramiz. Agar qattiq tortilish bo'lsa, mana shu buklanishni qovursin. Keyinchalik o'zi tekislanadi, yumshaydi. O'tirganda tovonni ko'taramiz, oldinga qaraymiz. Tepada nafas oldik, ko'krak qafasi ochilganda, pastga engashganda nafas chiqaramiz. Nafas oldik, nafas chiqardik. Nafasni podgon qilmaymiz. Nafas olgimiz keldimi, o'tiramiz. Nafas chiqarishni boshlashimiz bilan tos ko'tariladi. Butun nafas chiqib ketguncha pastga engashamiz. Besh 10 marta bajarib ozgina osilib turib
Sekin turamiz. Keyingi mashq uchun kovrikka boshiga turib olamiz. Orqaga hozir katta qadam bosamiz. Nafas oldik tepada. Nafas chiqardik pastga. Orqaga katta qadam bosamiz. Mani eng yaxshi ko'rgan mashqim. Собака морда вверх. Tomonli ровно orqaga nafas chiqardik. Nafas oldik. Nafas chiqardik. Bu mashqni boshida 2-3 marta bajarsa bo'ladi. Keyin sekin kundan kunga ko'paytirib 10-15 martagacha chiqaramiz. Sizlarga hozir oson versiyasini ham ko'rsataman. Qolganlar bajaraveradi, bajarayotganlar, bajara olmayotganlar bajaraversin. Tizzani qo'yamiz-da, nafas oldik. Sekin tos ko'tariladi, tizza yerda turib turadi. Keyin tos ko'tariladi. Yana tizzani yerga qo'yib turib, tos chanog'ini tortib turib, tos pastga. Bu yengil versiyasi. Keyinchalik asosiy versiyasi yengil bo'lib qoladi. Oson mashq ekan-u deb. Ozgina vaqt kerak, chidamlilik oshadi kundan kunga. Bunaqa intensiv mashqlardan keyin tizzalarni yerga qo'yib, bola pozasi. Shu bola pozasini o'zi ham zo'r qonni aylantirib beradi. Eng zo'r mashq, tinchlantiradigan. Miyaga ham qon boradi. Qo'lda charchagan bo'lsa, tashlab qo'ysak bo'ladi. Ozgina shu bola pozasida yotamiz. Nafasimizni rostlab, yuragimizni tinchlantirib. Yurak urib ketgan bo'lsa, yuragimizga nafasimizni yuborib, chuqur nafas chiqarib tinchlantirib olamiz. Sekin turamiz. Mashqlardan keyin o'zinglarni qanaqa his qilasizlar? Nafas olib ko'ringlar. Ancha nafas yo'llari ham ochiladi. Qon aylanganini his qilib, qanaqadir miya tiniqlashadi, ko'z ham tiniqlashadi. Вообще o'zi qon aylanishini yo'lga qo'yish uchun yana ham chuqurroq mashqlar bor. Yana ham batafsil tushuntiraman kursimda. U yerda именно mana shu qon aylanishi bilan qanaqadir problemalar shunaqa bo'lishi mumkin, что qon aylanishiga xalaqit berayotgan narsalar bo'lishi mumkin. Masalan, umurtqani siljib ketganimi, grijlarmi, boshqasimi, qon aylanishiga qanaqadir xalaqit berayotgan organizmdagi jarayonlar bo'lsa, kursimda kompleksni butun tana bilan shug'ullanib, bu muammolarga yechim topsanglar bo'ladi. Albatta harakat qilib ko'ringlar, bu mashqlarni ham har kuni qilishga iloji bo'lsa, ertalab ham kechqurun ham og'irlik qilsa, unda faqat ertalab albatta och qoringa bajaringlar. Sog'lig'ingizda qanaqa muammolar bor, qanaqa muammolarni yechimini qidirib yuribsizlar? Albatta kommentariyaga yozinglar. Bu mashqlardan keyin o'zinglarni qanaqa his qilyapsizlar? Bu menga juda ham qiziq. Albatta yozib o'tib ketinglar. Qanaqa natijalar ko'ryapsizlar? Nimalarni his qilyapsizlar? Nima o'zgarish his qilyapsizlar? Albatta yozinglar. Bu meni motivirat qiladi. Yana sizlar uchun videolar chiqarishga foydali bo'lsin deyman men. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar batafsil kursda butun tana bilan ishlamoqchi bo'lsanglar, albatta menga murojaat qilinglar. Mana shu nomerda Telegramga yozinglar yoki pastda video tagida описаниеda link qoldiraman. O'sha linkdan o'tib bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Albatta javob beraman. Kommentariylarni kutib qolaman. Albatta podpisatsiya qilinglar, yo'qotib qo'ymaslik uchun, chunki keyingi videolar ham juda ham foydali bo'ladi sizlar uchun. Hammaga xayr.